Grijamiz deylik aka 15-17 MRTda chiqadigan bo'lsa, necha kun yotsa shunda lecheniya назначениялari bo'yicha natija endi Allohdan natija bo'ladi. Endi bu millimetr o'lchamda demoqchimisiz? Ha. Endi biz har safargi ko'rsatuvlarda ham aytganmiz, biz bel uchun 8 millimetrgacha, bo'yin sohasi uchun 4 millimetrgacha grijalarga kafolat berib davolaymiz. Siz aytadigan o'lchamda ham bizga davolangan bemorlar bor. Bunday bemorlarni biz albatta o'zimiz obyektiv, subyektiv tekshirib, klinikada tekshirganimizdan so'nggina operatsiya qilish kerak yoki bo'lmasa operatsiyasiz davolash mumkinligini ayta olamiz. Ungacha ayta olmaymiz. Jami 20 ga yaqin fizlecheniyalar bo'ladi. Bu yerda bizda fizioterapevtik apparatlar 20 dan oshiq, lekin har bir bemorga individual yondashgan holatda bemorning yoshiga, qo'shimcha muammolariga va undagi bo'ladigan kasallikni asoratlari yo bosqichiga qaragan holatda kamida 8 xil 10 xil muolaja buyuramiz. Manzilda yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Grija bo'yicha kimga natija kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib, ustoz oldida kelsanglar bo'laveradi. Rahmatli manada Omon klinikasi rahbari shu yaratgan Omon Hajayev ustozimiz. Xudo xolasa baribir natijalar yomon emas. Baribir kimnidir bizga ish tushib kelgan bo'lsa, ko'rgan bo'lishi mumkin. Endi ba'zi holatlarda baribir guruch kirmaksiz bo'lmaydi. Ba'zi bemorlar qanaqadir asoratlar bilan yo bizga kasalligini kech aniqlatib, kech davolangan bo'lsa, kamroq natijaga erishgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir natijamiz yaxshi deb o'ylaymiz. Ko'z tegmas, o'rtoqlar, like bosib qo'yasizlar.